Energetik ichish oqibatida 33 yoshli erkak jonlantirish bo'limiga tushib qoldi. Mana energetiklarni ko'p ichish oqibati. U Shunaqa videolarni har kuni ko'rasizlar. 3-4 martalab har kuni. Bu zarar berayotgan ekan. Odamlar zaharlanyapti, kasal bo'lyapti. Lekin ko'chaga qarasanglar, e'tibor bersanglar. 18 yoshdan kichkina bo'lganlar ham ichib yuribdi. Yosh bolalar, maktab bolalari, qizlar, ayollar, homilador ayollar ichib yuribdi. Bu narsani to'xtatish, sotish to'xtatish bir payti kelmadimi ekan? Yoki o'zinglarni o'ylab ko'rmayapsizlarmi? Shuni ichsanglar energiyalar oshib ketib qolyaptimi? O'rniga yaxshi narsalar ko'p, vitaminli, boshqa vitaminlar ko'p. Bu juda ham ko'p, bu bunaqa foydalilar. Shu narsalarni to'xtatishni o'ylab ko'rishinglarni so'rayman, o'rniga bir odamlarga zarar bermaydigan, foyda beradigan narsalar chiqarishinglarni so'rayman. Sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Qarshi bo'lsanglar, qarshimiz biza deb yozinglar. Ko'rsin yoki tarqatinglar, odamlar bilsin, shu odamlarga yetib borsin, odamlar zaharlanyapti bu narsadan.